Men Xudoyqulov Almat Mingboyevich 1975-yil 29-mart Tojikistonda tug'ildim. 2026-yili Olmaliq davlat texnika institutini texnologik mashina va jihozlar yo'nalishini tugatdim. 51 yoshda. 51 yoshda talaba bo'lish qanaqa ekan? 51 yoshda talaba bo'lish endi hamma o'ziga yarasha yoshi bor, boshqa narsasi bor endi. Nima turtki bo'ldi bu yoshda o'qishga? Bir qiziqib kelib topshirib ko'rdim. Omad kulib qabul qilindim. 46 yosh edim o'sha paytda. Ikkilandim, men dedim shu yoshda o'qisam qanaqa bo'lar ekan. Bu paytda farzandlarim ham maktabni bitirgan. Katta farzandim 1-kursni tamomlagan edi, ikkinchi farzandim kirish kerak edi. Yo'q, dada bo'ldi. O'qish kerak, bo'ldi. Kirdingizmi? Orqaga yo'l yo'q. Farzandlarim motivatsiya berdi, o'qing dada. Shu sabab boshladik. Mana Xudoga shukr 2026-yilda tugatdim. Talabalik nimalardan esingizda qoldi? Talabalik endi nima deydi? Endi men yoshimda u juda esda qoladigan narsa nima endi shu? Kursdoshlar bilan muloqotda bo'lish, ustozlarni anovsini olish, ta'lim tarbiyasini, bilimlar bo'yicha, texnikalar bo'yicha ularning o'gitlarini olish. Ko'pchilik aytishadi, o'qish kerak emas, diplom muhim emas, oliy ta'lim shart emas edi. Mana shu gaplarga fikringiz qanaqa? Oddiy ishga kirganman-da, qabul qilinganman. Ko'cha farroshi bo'lib ishga qabul qilinganman. Nimagaki diplom menda hech qanaqa bir даже kollej diplomi ham yo'q edi. To'g'ri, endi hujjatim bo'lmasa ham bilimim bor, boshqam bor, ko'p narsani tushunaman. O'sha ishxonamda o'sha narsalarni o'zim qilaman masalan. Yo'q, diplomim yo'q, shunday gaplar bo'ldi. Keyin rost diplom bo'lmasa dedimda, nima deydi? Yoshga qarasam hali yoshman ekan. Diplomni oldim mana bugun. Baribir diplom kerak. U diplom kerak emas degan narsa menimcha noto'g'ri. Yoshlarga qanaqa tavsiya berasiz? Yoshlarga nima? Hozir hamma sharoit bor. Texnika zamoni, o'qish kerak. Biz davrimizda bunaqa sharoit bo'lmagan. Men juda ko'p joylarga o'qishga topshiraman. Bizda u bilim e'tiborga olinmas edi o'sha 90-91-yillarda. U faqat u puli bor odam o'qirdi. Mana hozir sharoit, biliming bo'lsa, kallangda bo'lsa, o'qi, o'rgan, intil. Mana chet ellarga o'qishni bitirib qanday imtiyozlar bor yoshlarga. Borish kerak, harakat qilish kerak, o'qish kerak. Hali yosh. Kelajak yoshlarning qo'lida. Mana endi biz ham men ham o'qidim, endi men o'qiganimga afsuslanmayman. Chunki mana Xudoga shukr qolgan pensiya 60 yosh bo'lsa, Alloh o'sha kunlarga yetkazsa qolgan yoshimda qolgan ishdaman, toza ishda yurishda qolganman. Shu paytgacha qora ishda yurdik. Yoshlarimiz endi ular hozirdan boshlasa kelajakka yo'ldi. Endi menga bu yoshimda farzandlarim qator o'qiyapman, men u Toshkentda boshlaydi o'qish menga to'g'ri kelmasdi. U yo'l kiraga borish, uyim oldida sharoit bor, o'qishim kerak. Ishga boraman, ishdan keyin o'qiyman. U darajada rasxod qiladigan sharoit yo'q edi-da. Ayniqsa o'sha karantin paytlariga to'g'ri kelgan. Juda og'ir ular. Xudoga shukr farzandlarim ham o'qidi, mana ikkitasi bitirdi, uchinchisi bu 1-kurs tugatdi bu yil. Hechdan ko'ra kech bo'lsa ham olib qo'yaylik dedik endi, nima deyman boshqa. Lekin ushalmagan orzuni men o'sha paytda armon bo'lib qolgandi, baribir o'qiy olmadim, oliy ma'lumot ola olmadim deb. Lekin Xudoga shukr mana harakat qilsa, intilsa bo'lar ekan. Harakatga bog'liq ekan.